Jimjitlik, ikki stol, birida men, boshqasida esa balki sen. O'zingizni eslashga tayyormisiz? Atrofim odamlar bilan to'la. Lekin meni tushunadigani yo'q. Go'yoki bir chuqurlikda yashayotgandekman. Kimdir kelib, qutqarishiga, yaxshi hayot baxsh etishiga umidvorman. Har doim boshqalar meni maqtashi uchun harakat qilaman. Hech kim meni sevmaydi. Hech kim meni ko'rmaydi ham hattoki. Ishim kompyuter bilan. Soatlab shu ekran qarshisida ishlayman, ammo hech daromadim oshmaydi. Yana ham ko'proq ishlashim kerak. Boy bo'lishni xohlayman, ammo qanday? Doim ishimni almashtirishdan zerikdim. Ishimni yaxshi ko'rmayman. Majburligimdan pul uchun ishlayapman. Qachon men ham o'z sevgan kasbimni topib, yaxshigina daromadga chiqaman? Katta pullar bilan 5 yil biznes yuritdim. Bir kunda hammasidan ayrildim. Butun atrofimdagi insonlardan ayrildim. Ayolim tashlab ketdi. Endi bu hayot menga kerak emas. Bu ovozlar sizning ovozingiz emasmi? Shunchaki yashayapman, boshqa kuchim qolmadi. Bundan ortiq harakat qila olmayman degan. His qilishni unutgan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun. Hayot bu oq sahifa. Sen esa uni rassomisan. Boshlash uchun ilk qadamni tashlash kerak. Ilk qadam esa biz bilan. 14-avgust kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tadigan O'z hayotingni rassomi bo'l jonli uchrashuvida barchangizni kutib qolaman. Bu safar hayotingizga boshqacha qarang.